Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar, obunachilar, musofirda ishlab turgan, bizni ko'rib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana ishlarimizni boshladik. Tomga pena quyish. Hozir mana video davomida iloji boricha to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib, like bosib tasizlar. Bu quyiladigan mahsulotimizni tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi. Buni ko'rib turganlar yana penasi qo'shiladi. Shularning aralashmasi quyiladi. Hozir mana bir qator ishlab quyib ham ko'rsatib beramiz. Mana shunday holatda, suyuq holatda ishlab bir qator teshiklarda ham olgandan keyin suyuq holatda quyilaveradi. Bu o'zi 5 minutda qatiydi. Qurishiga lekincha vaqt talab qiladi. 20 kun, 1 oyda quriydi. Mana bu taraflarimiz quyib bo'lingan taraflar, mana ko'rishlaring mumkin. Iloji boricha mustahkamligiga ham, sifatiga ham qo'ldan kelgancha harakat qilib quyilyapti. Bu yuqa bosilib qolgan loy suvoqlar ustiga ham bemalol 7-10 sm qilib quysa bo'laveradi. Chunki vazni juda yengil, buni loy suvoqdan 3 baravar yengil bo'ladi. Mana shu joyimizga ham hozir mana 8-10 qilib quyyapmiz. Xudo xolasa bu quygan narsamiz shunday qatiydi, yorilmaydi. Agarki tagiga vassaligi yaxshi bo'lsa, yaxshi shoqilgan bo'lsa, shuni quyamiz, shunday qoladi, yorilmaydi. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar, shu ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha quyib beramiz.